Endi hozir sizlarga yurak kam urishi bo'yicha ma'lumot bermoqchiman. Ba'zi bir bemorlarda yuragi kamroq uradi. Kimnidir bu narsa bezovta qiladi, kimnidir bu narsa bezovta qilmaydi. Lekin yurak kam urishi ko'pincha bemorga xavotir tug'diradi. Ya'ni vrach tomonidan kimdir aytsa, yuraging kam uryapti desa, bu har doim bemorning fikri yurak to'xtab qolishi mumkin degan fikrga boradi. Bu xato fikr. Har doim ham demak kam urayotgan yurak to'xtab qolavermaydi. Bu demak bemorni boshini aylantirishi mumkin, hushdan ketkazishi mumkin, lekin yurakning o'zini avtomatizm xususiyati bor. Demak 20 ta 1 minutda bo'lsam yurak qisqarib turadi. Bu doim demak birdaniga to'xtab qolish degan narsa bu xato narsa. Har doim ham bo'lavermaydi. Demak yurak kam urishini sabablari har xil. Bular bo'ladi funksional, bular bo'ladi organik. Nima degani? Funksional degani bu orqaga qaytadigan. Ya'ni bemor qo'rqadi yoki to'satdan hayajonlanadi yoki ma'lum bir dori vositalarini qabul qiladi. Shuni hisobidan qisqa muddatli yurak urishi kamayadi, lekin bu ishlarni aksarini qilsa yurak urishi oshadi. Bu degani yurakning funksiyasi nimadir hisobdan yoki bu nerv bo'ladi yoki gormon yoki dori vositalari orqali qisqa muddatda kamayadi. Bu faktorlarni olib tashlasak, qayta yurak urishi joyiga keladi. Demak, funksional bradikardiyalarda yoki funksional yurak kam urishlarda asosiy davo faktorni olib tashlash. Ya'ni bu holatga olib keladigan sababni olib tashlansa bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. Shu bilan bemorning muammosi qutuladi. Ikkinchisi organik. Organik deganda yurakda o'zida demak muammo bo'ladi. Yurakni o'zini ritm boshqaruvchisida muammo bo'ladi, liba o'tkazuvchan sistemasida. Shunga qarab ikkita muammo. Yoki sinus tuguni disfunksiyasi yoki AV tugun disfunksiyasi. Shuni hisobidan bemorlarda kimdadir shikoyat bo'ladi, kimdadir bo'lmaydi. Shikoyati bor bemorlar больницаga murojaat qiladi. Shikoyati yo'q bemorlar demak bemalol o'zini ishini qilaveradi. Qachongacha? Qachonki kasallik dekompensatsiyaga olib borguncha. Bu qanaqa bo'ladi? Bemor yuragi kam, lekin shikoyat yo'q. Yuraveradi, sekin-sekin bu yurak kamligi yurakning o'ziga nagruzkani oshiradi. Yurak nagruzka oshsa, kuchliroq qisqaradigan bo'ladi. Natijada sekin-sekin yurak hajmi kengayib ketaveradi. Demak, shikoyati yo'q bemor bu kasallik bilan uzoq muddat birga yuraversa, yurak kengayishiga, bu borib yurak yetishmovchilik va bemorga hansirash paydo qilishi mumkin. Bemorga hansirash paydo bo'lgandan keyin vrachga murojaat qilishadi. Vrach ko'rib sizda blokada bor ekan yoki sinus bradikardiya bor ekan deb aytilgandan keyin bemor aytadi: "Ha, men oldindan shu narsa bilan birga yuruvdim, meni bezovta qilmayotgan edi" deb aytadi. Demak, bunaqa holda kasalni davolash boshlanadi. Bu bemorga demak yurak urishini oshirilgandan keyin ham yurak hajmi orqaga qaytmasligi mumkin. Ya'ni yurak yetishmovchiligi paydo bo'lgandan keyin bu narsani orqaga qaytishi juda qiyin. Shuning uchun aziz kuzatuvchilar, yurak urishingizni har doim nazorat qilib yuring. Buni oddiy yechimi puls oksimetr. Puls oksimetr hamma aptekalarda, hamma joylarda keng tarqalgan. Puls oksimetr barmoqqa qo'yiladi va yurak urishi nechtaligi ko'riladi. Agarda bu ko'rsatkich 60 tadan past bo'lsa, albatta aritmolog yoki kardiologga murojaat qiling. Xo'p, endi organik turdagi bradikardiyalarning ikkita turi bor ekan. Bu sinus tugunida muammo bo'lishi mumkin, bu AV tugunida muammo bo'lishi mumkin. Agar muammo hajmi yuqori bo'lsa, ya'ni bu ertaga bemorni hushdan ketishiga olib borishini aritmolog demak tasdiqlasa, bemorga demak bradikardiyani davolash boshlanadi. Ishi buzilgan hujayralarni yoki o'lgan hujayralarni tiriltirishni iloji yo'q. Shu sababli bunaqa bradikardiyalarni dori orqali davolash imkoni yo'q butun dunyoda. Shu uchun biz demak aritmologlar orasida mana bunaqa kardiostimulyator degan apparat o'ylab topilgan. Bu apparat nima ishni bajaradi? Bu ritm boshqaruvchini ishini nazorat qilib turadi. Apparatning ikkita qismi bor. Demak, buni o'zini korpus qismi, ya'ni batareyka deymiz. Keyin ikkinchisi mana bunaqa simlari mavjud. Bu simlari tomir orqali kirib yurakka o'rnashadi va yurakni boshqarishini
ya'ni boshqaruvchisini ishini nazorat qilish boshlanadi. Boshqaruvchini ishi buzilganda apparat o'zidan demak impuls berib yurakni qisqartiradi. Natijada bu apparat qo'yilgandan keyin yurak urishi 60 tadan yoki 50 tadan tushib ketgan taqdirda apparat bu narsaga o'ziga demak juda ham qisqa muddat ichida reaksiya ko'rsatib yurak urishini ta'minlab beradi. Bemorda bradikardiya boshqa bo'lmaydi. Demak bu bradikardiyalarni davolashni yechimi hisoblanadi. O'zini ritmi ishlamadi, apparat ishlaydi. O'zini ritmi ishlash boshlandi, apparat dam oladi. Shu tariqada demak o'zini ritm boshqaruvchisini o'rniga demak biz sun'iy ritm boshqaruvchisini qo'yganimizdan keyin yurak ishi maromiga tushadi. Apparatni qo'yish aritmologiya sohasidagi oddiy operatsiyalardan biri hisoblanadi. O'rtacha har xil. Bu endi mutaxassis kvalifikatsiyasiga bog'liq. Qaysidir mutaxassislar yarim soatda qo'yadi, kimdir 1 soat, kimdir 2 soatga qo'yadi. Qo'yishda asosiy bizada bilishimiz kerak bo'lgan narsa har doim demak bergan impulsimizga yurak javob berishi kerak va bu javob fiziologik bo'lishi kerak. Ya'ni yurak qanday oldin qisqargan bo'lsa, o'shanga yaqinroq qisqartiradigan qilib yurakni qo'yishimiz kerak. Demak 7-8 yil oldin bu narsaga qaralmas edi. Kirilardi, yurakni xohlagan joyga elektrodlarni qo'yishardi. Yurak urishida muammo bo'lmasdi, bemor hushini yo'qotmasdi, bosh aylanishi yo'qolardi bemorda, lekin 3-4 yildan keyin yurak noto'g'ri qisqargani uchun yurak kuchi tushib ketardi. Ya'ni yurak kengayib, kuchi tushib ketardi. Shuni hisobdan bemorda ikkinchi muammo paydo bo'lardi, yurak yetishmovchiligi. Hozir demak tendensiya shunga qarab ketyaptiki, bir paytni o'zida ham yurak urishini davolagan, ham ertaga mana bunaqa og'ir holatlarga olib bormaslik uchun mana bu simingni, ya'ni elektrodingni fiziologik joyga qo'yish kerak deb demak butun dunyo demak polностью demak bong urib kelyapti. Demak shu narsani qilish kerak. Shu uchun bu narsani kim qiladi? Bu narsani har doim demak malakali aritmolog qiladi. Ya'ni yurakni polностью anatomiyasini tushunadigan odam o'sha joyga yetib boradi va o'sha simlarni o'rnatadi. Shu uchun aritmologga murojaat qilish kerak. Har bir bradikardiya yurak urishingiz 60 tadan tushdi, обязательно tekshiruvlardan o'ting. Hech qachon demak og'ir holatlariga, ya'ni hushdan ketishgacha olib bormang bu kasallikni. Har doim yuragingizni holatini tekshirib turing. Davleniya bo'ladimi, davleniya, yurak urishi bo'ladimi, yurak urishi. Qanaqadir kasallik aniqlanib qolsa, bu kasallikni asoratlar bo'lmasdan oldin davolasangiz, hayot sifatingiz yaxshi bo'ladi.